Korоче, o'rtoqlar, bizlar kamera yoniga hamma kommentariyada so'ragan qiz bu MMA jangchisi. Yo! Hozir men kameraning yoniga hech kim kutmagan odamni chaqiraman. Men hozir kamerani oldiga Dizini ko'ryapmi? Kamerani oldiga bezuk bo'lib qolgan yerda o'tirgan odamni chaqiraman. Assalomu alaykum aziz muxlislar, to'yimizga kelganingiz uchun Xudoga shukr. Men hozir kamera yoniga menga xiyonat qilib ketgan do'st xiyonatiga men do'stlikka короче. Men kameraning yoniga men buni chaqirmayapman, bor. Umuman dimishi chiqmaydigan odam chaqiraman. Hozir kameraning yoniga guruhimizni Qoravoyni chaqiraman. Aytma. Sen chaqirdi qisqasi. Men hozir kamera oldiga doim tayoq yeb azob chekadigan odam chaqiraman. Kamera oldiga meni har kuni uradigan odam chaqiraman. Hozir men kameraning yoniga o'zi syomkaga uchrashuv belgilab keyin podxod qilib kelmaydigan odam chaqiraman. Kamera oldiga hech narsa deyolmaydigan bir 20 ta dubl degan qiz chaqiraman. Men nima deyinda? Nima deyishni ham aytib berishimiz kerak bunga. Men hozir kameraning yoniga Milashka, nozikkina qizimni chaqiraman. Hozir men mikrofonni yoniga, kameraning yoniga eng asabbuzar odamni chaqiraman. Sen aytyapti. Tantanavor ravishda. Sani taklif. Tantanavor ravishda. To'g'ri tan olisham bir mardlik ikkalasi bir-biridan o'tgan asabbuzar. Biz hozir kamera oldiga ikkita betayn chaqiramiz. Hamid to'lib qolmadimi? Betaynda mana buni yetadi, o'zi yurishini qaranglar. Men chaqirilmagan mehmonman, kim o'radi, chaqirmasa. Hozir men kameraning yoniga montajda g'alati zvuklar chiqazadigan odamni chaqiraman. Men hozir kamerani oldiga mana shu yerdagi eng chiroyli qizni chaqiraman. Doim o'zimga o'tib yuradigan. Chaqiraman. Men doim o'zimga shior qo'yganman-da, ayol kishini xunuk chiroylisi bo'lmaydi. Ayol kishini xunuk chiroylisi bo'lmaydi. Juda ham xunukisi va juda ham chiroylisi bo'ladi. Qani kel, sen chaqirdimi? Kamera oldiga o'rtalar dunyodagi eng yaxshi odamlar chaqiraman. Sog' bo'lasizlar. Kim ko'p ovqat yeydi? Kim ko'p gapiradi? Kim ko'p uxlaydi? Nima? Men. Men turg'izaman, har doim. O'tadiman. Kim ko'p urushadi? Sababchi bo'ladi. Kim ko'p Instagramda o'tiradi? Men emas. Menga har xil narsalar tashab o'tiradi-ku. Sizdan tashlaysiz. Men ishda bo'laman. Men ishda bo'laman, nazorat. Kim ko'p rasvot qiladi? Rasvot? Bundan qarz olib ham rasvot qilaman. Kim ko'p arazlaydi? Qizi bor nozir. Ko'p emas. Faqat mana shu arazlaydi o'zi. Kim ko'p o'ziga qaraydi? Menga ham bu qaraydi. Qo'shib qolganda kim birinchi gapiradi? Men ham gapiraman. Mayoy. Kim ko'p kiyim oladi? Uyda do'kon ochgan. Olib yuradi. Nolib yuradi? Mana shuda. Nolish degan so'z, zarnigor degan so'zni sinonimi.